Lev Davidovich, Kaminov qo'ng'iroq qilib shu yerda yig'ilishimizni aytdi. Shunday. Biz buni bugun amalga oshiramiz. Nima u biz amalga oshiradigan? Inqilob. Lev Davidovich, iltimos quloq soling. Petrosovetda bu ishni deb siz va Lenin ikkalangiz orasida nifoq chiqishini istamaymiz. Lenin bilanmi? Darvoqe, qani o'zi u? Ha? To'g'ri, siz ayni vaziyatning rahbarisiz, ammo partiyamizni Lenin tuzgan. Biz uni 10 yildan beri bilamiz va ergashamiz. Siz bolshevik bo'lganingizga qancha bo'ldi? Yarim yil. Atigi yarim yil. Agar bugun men bilan birga bo'lsangiz, tarixga kirasiz. Agar bu ishni ertaga qoldirsangiz, oddiy odam bo'lib o'tib ketasiz. Marhamat tanlang. Buyuraman. X-Golem polk kuchlari bilan bosh pochta idorasi qo'lga olinsin. Reja bo'yicha harakatlaning. Har yarim soatda menga ma'lumot berib turing. Buyuraman. 6-sapyorlar batalyoni Nikolayev vokzali bilan shug'ullansin. Buyuraman. Gvardiya floti dengizchi qo'shini Davlat bankini qo'lga olsin. Buyuraman. Muvaqqat hukumat a'zolari hibsga olinsin.